yana qiyinchilik boshlandi 9%da qiyinchilik boshlandi degan. Ne yo'q, yana oldingi Ulkanjonga keldim. Ulkanjon shunaqa Ulkanjon aytdilar, yo'q, agar siz biznesingizda, bu ishingizni tiklayman desangiz, faqat tolka period degandilar. Xudoga shukr, Ulkanjon, men sizga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Bimozeja sizga ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Komandamga minnatdorchiligimni bildiraman. Men aldim faqat o'zim uchun sotib olardim. Men chunki Oriflame kompaniyasini rost juda ham yaxshi ko'raman, firmasini, salonini. 2007-yilda men turmushga chiqqan bo'lsam, ayam menga Oriflame'ni podarka qilgandilar-da, nabor qilib podarka qilgandilar. Shuncha men uchun qadrli ediki, shuncha qadrli edi. Har bir yuyinganimda qararim tugab qolyapti. Shunda hidi zo'r edi-da, tugab qolyapti firmani saloni derdim-da. Keyin mana Allohga shukr, mana Xudoga shukr, hozir korobka yetkazdi Allohim. Men bu firmani уважать qilaman. Endi bo'ladi har qanday narsa. Bir marta ketib ham bordim, lekin Oriflame'da kompaniyasiga teng keladigan kompaniyani ko'rmadim-da. Men bundaqangi возможностьlar. Tem bo'lib Turkiyaga borib kelganimdan keyin meni dunyo qarashim umuman o'zgardi. Chunki bilasizmi, biz faqat bu yerda uy ish problema inson o'lib ketgandan keyin ham problema dalsh bo'laveradi-da. Chunki biz o'zimiz uchun ham yashashimiz kerak ekanda hayotda. O'zimiz uchun yashash. Men Turkiyaga borganimda o'zim uchun yashab, o'zimni qadrimga yetib keldim. Nastoyash inson, bor ekan-ku bundaqangi hayot deganda men na samim deyli. Bordu, otellar tayyor, joylarimiz chiroyli, tushamiz, ovqatlar tayyor, xohlagan narsangizni qo'yib qo'yibdi. Olib yeysiz, vibrat qilibdi, например. Shundaqangi xursand bo'ldim, kelib afsonlar oldingizga yig'ishtirib oladi. Choylaringizni so'rib qolmadim, kayf olib kelaylik. Shundaqangi возможностьlar men birinchi borganimda yig'lagandim-da. Misol uchun biz boshqa joyda men ishladim, boshqa joyda, Uborkada ham hamma narsada ishladim. Hay bergani gramata bo'ldi. Men gramatani rosa yaxshi ko'raman. Hozir ham saqlab qo'yman. Gramatani yaxshi ko'raman. Shu gramata bersin menga deb hayotxon biladi. Sen buncha hamma yo'ni qirib chiroyli qilib tozalayverasan, bet seni uyingga emas dedi-da. Nasam deyli. Rahmat yo'qdi. Lekin Oriflame kompaniyasida возможность juda ham ko'p. Chunki men wellness, revmatizm, oyog'im og'ridi, buyragim og'ridi. Hozir wellnessda 4-5 katalogdan beri ichaman. Allohga shukr, nervlarim ham spokojni bo'lgan. Xudoga shukr, oyoqlarimda tomir tortishi yo'q. Buyragim yaxshi bo'ldi. Xudoga ming xallo shukr. Men kelganimga shukr aytaman. Dashi Xudo xolasa oldimizga qo'ygan maqsadlarga yana erishamiz. Inshaalloh rezultat ko'rsatamiz. Faqat наследство deydi, hayotxon наследство deb aytardi. Hayotxon наследствosiga qiziqib kelgan, например. Men putешествиеga qiziqardim. Men chunki kichkinaligimda faqat aytardim-da, xiyolimda bir Hindistonga borsam dedim. Faqat men Hindistonni yaxshi ko'rgandim kichkinaligimda. O'shani yaxshi ko'rardim, chunki men konkurslar bo'ladi, o'yinga, raqsga qatnashardim. Dadamdan, ayamdan bekinib borardim-da. Men konkursga qo'yishmaganda meni даже jo'natishgan, besplatno jo'natishga konkursga, Indiyaga qo'yishmaganda, qarshilik qilishgan. Putешествияni yaxshi ko'rar, armon bo'lib qoldi. Turkiyaga borganimdan keyin men vaqtida boshqacha o'zimni his qildim-da. Chunki men 80 ming, 85 ming vaqti keldi, kecha kunduz ishlab 100 mingdan oshiq oylik olgan bo'lsam ham, men o'zim uchun 20 ming, 25 ming yoki 50 ming, 55 ming mashina men putешествие qilay, bironqaga borib kelay deb ajratmaganda. Na samim deyli biz o'zimizni qadrimizga yetmarganda, Oriflame'ga kelganingizdan keyin уже chiroyli bo'lib kiyinib yurishingiz, chiroyli duxila sechib yurasiz, приятный. O'zingizga qaraysiz, конечно, hozir xo'jayinim rivnovat qilishni boshlagan. Sen Oriflame'ga o'tib, vaqti boshqacha bo'lib ketgansan deb. Endi ishda oddiy borib kelaverasiz-ku, misol uchun. O'zingizga qaramaysiz, borib kelaverasiz. Уже Oriflame'ga kelsangiz, dunyo qarashingiz vaqti o'zgaradi. Chunki bu yerda hamma chiroyli odamlar ishlaydi. Da, misol uchun havasingiz keladi, unisiga qaraysiz, boshqacha, bunisiga qaraysiz, o'zingiz ko'nglim ochiladi, bag'ri dilim ochiladi, kirib kelgandan уже boshlanadi. Chiroyli kiyingan, ustalada o'tirgan, boshqacha-da. Pol yuyish qandog'i, bunda chiroyli kiyinib o'tirish boshqacha-da. Menga приятно-da, cheri-chur yoqadi. Xo'jayinim aytadi-da, Mahbuba, sen Oriflame'ga ishga kirib boshqacha bo'lib ketding deydilar-da. Yo'q, biz o'sha prosta etdi, sharoiti undaqangi, unda moslashasiz deb aytasizda. Nasam deyli, menga yoqadi. Xudoga shukr, men kelganimga men minnatdorchilik bildiraman Oriflame kompaniyasiga. Потому что 2 hafta ofisga kelmasdan ishlaganimda ham через internet uyda o'tirib 2 soat, 1,5 soat ishlaganimda ham dokumentim problemi bo'lib
1,5 soat ishlaganimda ham menga 28 ming 29 ming o'tdi-da. Как положено, bu podarkadan tashqari. Podarkadan tashqari 29 ming o'tdi shotimga, потому что komandam bor. Bu yerda Arflemda faqat Ulkanjon shu savetingizga men minnatdorchilik bildiraman-da. Komanda yig'ing derdingiz. Men aytardim, qanday qilib komanda yig'aman, qanday bo'larkin? Bittasi отказ qilsa, отказ qildim menda bo'lmaydi. Yo'q, Hayotxonga aytdim. Hayotxon, kelsan men bilan ishla desam, men ishim zo'r, men seni ishingga bormayman. Boshida. Yo'q, Xudoga shukr. Katalogda otib olgan odamlar bo'ldi. Arflemchilar degan odamlar bo'ldi. Arflemchilar nastoyash o'zini mehnatini qiladi. Потому что bular bilasizmi qanday o'ylaydi? Misol uchun boshqa ishda ishlaganlar bunday deb o'ylaydi bizda. Bular bekorchi. Katalog tarqatib yuribdi, sovun sotadi, bu boshqa qiladi deydi. Na samim deyli biz o'sha uchun ana shu qiyinchiligimiz uchun biz yetamiz. Mimozejaga o'xshagan sanab ko'rsatdilar-ku. Ana shu pullarga Xudo xolisa yetamizda. Bu chunki Mimozeja ham mashq qadamni bosib o'tganlar, bosqichlardan o'tganlar. Aytadi-da, jon ko'ydirmasang jonona qayda. Sabrning azobi achchiq bo'ladi, lekin mehnat shirin bo'ladi, huzur bo'ladi deyshadi. Shu men minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan dengizda birinchi jol ko'rdingizmi? Birinchi, Oq dengizda. Dengizga borganimizda shunaqangi chiroyli-da, вообще уже problema yo'qolib qolar ekanda insonda. Kulgi, bu yoqda o'yin kulgi, daryoda shunaqangi daryo esavotli shamollar bilan o'tirimiz chetda. Men aytaman-da, Ulkanjon qarang. Ozmonbekka keldim, o'zimni yosh beg'ubor bolada his qilaman dedim-da Ulkanjonga. Ko'rdingizmi, bu birinchi boshlanishi. Hali siz chiroyli ko'ylaklarni kiyib banket direktorovga borasiz, krasniy doroshkalarga chiqasiz dedilar. Premiyalarni ko'tarib suratga tushasiz. Ishlayman dedim-da, men chunki rosa yaxshi ko'raman-da, sertifikat unvonga erishdi, rosa yaxshi ko'raman-da, lekin nasam deyil bo'lar ekan. Agar mehnat qilsangiz, mehnat huzuri bor ekanda, Xudoga shukr, men 3 katalog normalni ishladi, o'zim 22% ga chiqdim. Allohimga ming qalin shukr, beadad, behisob shukr. Shu kunga yetkazganiga, shu kunga loyiq ko'rganiga, men starshi menejerlikka chiqqanimda hech o'zimga ishonmagandim. Men 7,5 ming ball faqat aytishardi, yozib ko'rsatishardi. 7,5 ming ball, bu 380 ming tovar oboradi. Qanday bo'ladi? Xudoga shukr yetdim. Komandamga rahmat. Hayotxon chiqdi mana 2 katalogdan keyin. Xudoga ming qalin shukr. Shahnoza mana o'zimni zemlyachkam, Xudo xolisa Tojikiston. Endi bizda Tojikistonliklarni sal bu yoqqa sudrab kelish qiyinroqda, ular qaysarroq bo'lishadi. Chunki o'sha uchun biz harakat qilyapmiz. Birinchi biz ko'rsataylik rezultat. Xudo xolisa keyin Xudo xolisa kelishadi. Uje telefon qilishadi. Uje kursdoshlarim telefon qiladi. Shu yerda yashaydi-ku, Podmoskvadagi kursdoshlarim telefon qilib, "Mahbuba, sen qayerda ishlayapsan? Unda qanday kiyinib olsan?" Jonim, men dedim, direktor bo'laman, Xudo xolisa ke dedim. Kelinglar, shundaqangi chiroyli возможностьlari bor, shundaqangi yaxshi. Только men 20% podarkasini aytsam, Podmoskvaga bo'lmasam, men registratsiya qilib pinpointdan jo'nat. Biz o'shatdan olaylik, shunda qilib ishlasa bo'ladimi dedim. Xudoga shukr, meni kursdoshlarim ham sekin. Birinchi mendan отказ qilgan. Men Sultanayt 15% ga chiqdi. Sultanayt shuncha chaqirganimda men bormayman. Mashija men Kunetda ishlab ko'rdim. Piramidada ishlab ko'rdim. Aldashdi. 25 ming oylik, 25 ming pul vложение qildim. Menga vitoga eshitdim, yo'q dedi-da. Yana bitta qizim, Jazgul degan qizim 80 ming, 120 ming bergan. Uni ham aldaganda. Ikkita odam podключить qilar ekanda siz. Ikkita odam podключить qilib bitta soatni qandaqadir narsa berar ekan. Qarangki, piramidada bitta kod bo'lmaydi-da hech qachon produksiyada. Именно biz sotib oldik, bunda deb o'rgatibdi ularga. Короче, shu soat единственный bitta sizga beriladi. Soatni kodini hech kim bilmash kerak. Bu yo'q-da bunaqangi narsa. Misol uchun bitta parfyumerining duxini kodi bor, biz misol uchun hammamiz bilamiz. Ularga bunday deb o'rgatdi. Например, o'zingizga sotib olamiz-ku, misol uchun qimmat soat sotib olsa 50 ming, 60 mingga. Bitta kodini o'zi bilar ekanda. Конечно, bu yolg'onda kompaniyada. Ko'pincha aytishadi, sizlar bizni o'sha yerga chaqirasizlar, biz уже ko'ygan, biz bormaymiz deyshadi. Yo'q. Yo'q, mana Xudoga shukr, Sultona ham kelib уже ishlab boshladi. Hozir bir faqat kruglosyotka ishlardi u qiz. Hozir bir sotka ish, bir sotka oddi. Mana bugun keladi, Xudo xolisa. Har obedda уже keladi. Kelib biz bilan birga chiqib katalog tarqatadi, odamlar chaqirib tursa qaysar qiz edi. Mana o'sha ham ko'rib o'tishayapman, Hayotxonni ko'rib,
mani ko'rib mana keldida sekin sekin agar biz rezultat ko'rsatsa обязательно kelar ekan xalosda. O'sha uchun shuncha qiyinchilikka chidash kerak ekan. Sabr, chirikchur sabr toqat qilish kerak ekan. O'sha uchun aytaman-da, Oriflame kompaniyasida Allohning nazari tushgan insonlar ishlaydi. Na samim deyli. Rahmat. Mana o'zim haqimda shu ma'lumot.